Zo'r vaqtlar edi-ya. Qanday vaqt sog'lik qilardik. Shuni ayt. Ot yaxshi. Bu ketibdi, men uyda boshim kerak edi. O'tdi. Yo'q, o'tirmayapsan. O'tirmayman, senlarga gapim bor. Men senlarga qo'shib o'ynolmayman. Adam meni sportga berdilar, endi men sport bilan shug'ullanaman. Bo'pti. Yaxshi bo'lardi, lekin bunaqa dema, o'rtoq. Oradan vaqtlar o'tdi. Ziyodulla mashg'ulotlarini davom ettirdi. Uning do'stlari hech ham o'zgarmadi. Bo'sh vaqtlarini mazmunsiz o'tkazdi. Ziyodulla to'g'ri yo'lni tanlab yuqori natijalarga erishdi. Ziyodullaning do'stlari bo'sh vaqtlarini telefon, kompyuterlar bilan o'tkazgandan qattiq afsuslandi. Hayotda o'z o'rnini topa olmadi. Ziyodulla kelajak qanoti statuetkasi bilan mukofotlandi. Hurmatli yoshlar, siz ham o'z yo'lingizni to'g'ri tanlang yoki mana shunday telefon, kompyuterlar bilan bo'sh vaqtingizni mazmunsiz o'tkazing. Yoki Ziyodullaga o'xshab to'g'ri yo'lni tanlab sport bilan shug'ullaning. To'g'ri yo'lni tanlash o'z qo'lingizda.